Bobur Mansurovning o'yini remontgan edi. Hamma bildi dedi. Endi sizlarga finishdan yaqinda turibdi. Mana shuncha qolgan finishda shuni ko'rsatib beraman. Bu shkofchalarni qarang. Odam sig'adi-ku bu yerda, ha? O, patologlarni ko'rsating. Mana bu nimaga turibmiz? Prixoshka takoychada. Bu sanuzel. Sanuzel ham sanuzel. Faqat hali bitmagan deyapman-ku, ozginasi qolganda, lekin hamma narsa chotki bo'lib ketyapti, xudo xolasa. Bu yoq hol bo'ladi, bunda hol, mana bu yoqda mягкий qo'yiladi. Mягкий, bu yoqqa televizorni qo'yib, tomosha qilib o'tiradi, bunda ko'rsatsangiz. Mana shundoq. U yoqda tosh bo'ladi, u yoq zal bo'ladi. Mana bu yoq detskiy. Detskiyning remonti bitgan. Mebelchalar bor. Dubaynikidek bo'lib ketyapti-ku, remontdan. Bundan shunday chiqamiz, chap qo'lda spalni bor, spalni. Spalni qarang, bitta baho berib qo'yasiz, shu joyga bitta like bosib keting. Bemalol kommentariy yozib, qanaqa chiqqan, bu yoqlar bo'ldi. Pashti bo'lgan remont, mebel, tosh birlikda ishlar qolgan. Shu tez kunda bo'ladi. Keyin Bobur Mansurov bilan video qilamiz, YouTube'ga qo'yamiz. Ko'rib ketaverasizlar, qanaqa chiqadi. Gilam plan hamma narsa bo'lsin, bundoq mana bu yerda o'tirib kofe ichadigan. Xullas, kommentariy, like, podpisatsiya esdan chiqmasin. Shu tez kunda Bobur Mansurov bilan shu joyni polni obzorini qo'yib beramiz sizlarga. Ko'rib ketaveringlar.